Salom, sizlar bilan men Muhammad Ali va bu Kapitan Uzbek kanali. Xullas biza bugun va xullas ham daraxtlarni ochamiz. Ketdi daraxtlarni boshladik ochishni. Hozirda bizda bitta daraxt bor, shuni ochib qo'yamiz, ketdi. Men bilan yashashga o'xshagan emas va bu 112. Obunachilar, bizda 5 ta daraxt bor. Bugun payshanba, xullas kalon har bitta daraxtni ochishni boshladik. Ketdi birinchisi. Musir. Yana bir musir. Men bilan garchi o'xshagan emas va bu yana musir. Men bilan garchi o'xshagan va bu 116 Senegal. Arada Senegal termasi va bu 115 over inchi. Mana bitta daraxt. Bu sefer ham musir. Bizda 5 ta daraxt bor, hammasini bitta-bittadan olishni boshladik. Birinchi bitta Volkan, Ispaniya, Refpa, Ispaniya termasi va bu Marcos Llorente. 116 ikincisi ketdi. Bu sefer Volkan yok, qo'yapti. Hadi poçsem bilmemiz. Lekin zaten mesela bir falan böyle. Şimdi yazış gerek. Ya bu sefer Volkan oldu. Oxirgi tarafimiz var bu. Şimdi. Ketdi oxirgilar. Bu sefer Volkan yok. Bu işler açılan ketdi birisi. Volkan, Şişali, Sezer ve 116 inci yanakta daraxtimiz ketdi. Volkan yok, o yapsa yana qoldi, 3 ta qoldi va bu daraxtdan ham ochib qo'yamiz. Volkan yok. Yani tagini olmasını yig'ib olsam 3 ta dona qoldi poliga. Ochishga harakat qilamiz. Sizlar yana bizda bitta daraxt bor ketdi. Royalty. Poliga atigi 2 ta dona qoldi. 2 ta daraxtni biz yig'dik, 2 ta daraxt poliga qoldi, bitta daraxtni ketib ochdik. Volkan yok, bu kadar uzun otursan mı? Kol A. İkramız birlikte açtık. So, Volkan da albatta. İspanya. İspanya termasi va bu. Dani Olmo 121. Zemurgachi. Yaxshi o'yinchi. Endi bu qaysi vaziyatlarga o'ynashini ko'ramiz. Va bu TM'dami? Ya'ni Olmo. Rank ularni beramiz, xullas, xayr obunachilar, sen pasat.